Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Xo'p, navbatdagi mebelimizni joyiga o'rnatib berdik. Xo'p, bu mebelimizni Farg'ona viloyati Qo'qonga o'rnatdik. Bir chekkadan obzorini qilib beramiz. Xo'p, pasti grey peril degan akrilda, tepasi oq pudrali akrilda. Xo'p, bu tomonda xolodilnik joylashgan, ustiga mebel tayyorlangan. Ichida polkalari bor. Eshiklari vakuum. Firmasi har doim aytiladigandek outside. Plafonli variantda tayyorlangan. Xo'p. Chekada ikkitali eshik, tasida polkalari bor. Korpusi ham plastmassa poxkronka, eshiklari ham chekkalari plastmassa poxkronka. Xo'p, rossiyskiy stolishniца plyunsini qo'yib berganmiz. Kafel mebel ichida bo'ldi. Mikrovolnovka qo'yiladigan joy. Tepalari. Tepa eshiklari 70 cm bo'lgan. Undan so'ng butun gaz plita joylashtirilgan. Ustiga har doimgidek bitishga orqadan chiqib ketadigan bo'lgan. Ishlayapti. Xo'p, bu yerga duxovka qo'yiladigan bo'lgan. Pastiga tortma qo'yilgan. Tortmani har doimgidek patnusi bor va vakuum. Bu yerga duxovka. Tepalarida polkalar bor. Xo'p, bu yerga moyka joylashtirilgan. Joylarni ochib qo'yganmiz. Xo'p, moyka, grant. Xo'p, vishilka va ishlanadigan sushilka. Ichida. Har doimgidek pastida temir noshka, pastiga laminat bilan yopib qo'yganmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.